13-asrning o'rtalarida Mo'g'ul istilolarining Sharqiy Yevropaga ta'siri ostida slavyanlarning sharqiy guruhlarini tashkil qilgan rus knyazliklarining hammasi Osiyoning bepoyon tekisliklaridan kelgan jangchilarga bo'yin egdilar. Shimolliklardan tashqari barcha knyazliklar turk-mo'g'ul davlati Oltin O'rdaga qat'iy suratda tobe bo'ldilar. Mo'g'ul istilosi davrida Moskva shahri Vladimir Suzdal knyazligining janubiy chegarasidagi hujumlarni qaytarish uchun qurilgan ahamiyatsiz bir qal'a edi. Knyaz Aleksandr Nevskiyning o'limidan keyin uning kichik o'g'li Danielga Moskva meros bo'lib qoldi. Shunday qilib, Moskva knyazligining ilk tamanlari qo'yildi. Moskva ahamiyat berilmagan bir shahar bo'lsa ham, geografik jihatdan muhim nuqta edi. Janubdagi Kiyev va Rizandan shimoldagi Novgorodga ketgan yo'llarning kesishgan nuqtasi edi. Bundan tashqari Boltiq, Qora dengiz va Kaspiy dengizlarida daryolar orqali tijorat qilish mumkin edi. Turk-mo'g'ul davlatidan uzoq va yetarlicha shimolda joylashgani va atrofida o'rmon, botqoqlik kabi tabiiy tarzda mudofaasi shahar aholisining tez ortishiga sabab bo'ldi. Chunki janubda turklardan qochgan xalq bu yerga ko'chib kelib Moskva aholisini orttirayotgan edi. Moskva knyazlari geografik va demografik ustunliklarni siyosiy kuchga aylantira oldilar. Oltin O'rdaga qarshi esa doim muloyim muomalada bo'ldilar va Oltin O'rdaning ko'zida xavf solmaydigan bir kuch sifatida ko'rindilar. Natijada Oltin O'rdaning ishonchini qozondilar. Bir vaqtdan keyin Moskva knyazlari Oltin O'rda xonini ruslar orasidagi vakili sifatida ko'rila boshladi. Hatto O'zbekxon Ivan Dalinovichga buyuk knyaz rutbasini ham bergan edi. Bu ustunliklar tez fursatda Moskva knyazligini kuchayishiga va tuproqlarini kengayishiga sabab bo'ldi. Moskva knyazligi boshqa knyazliklarni ham bosib olib kattalashdi. Oltin O'rda davlati kuchli bo'lgan muddatda Moskva rus knyazliklariga yurishlar qilib turar edi. Lekin keyingi davrlarda o'rtaga chiqqan siyosiy jarayonlar va taxt o'yinlari butun xonlikni kuchsizlanishiga sabab bo'ldi. 15-asr o'rtalarida Oltin O'rda parchalanib, uning o'rniga Qozon, Qrim, Astraxan, Nogay va Sibir xonliklari qurildi. Bu vaziyat albatta vaqt o'tishi bilan kuchayotgan Moskva knyazligiga qo'l keldi. Knyazlik hujjatlarida xonlikka bog'liq bo'lsa ham, amalda mustaqil siyosat yuritar edi. 1462-yilda taxtga o'tirgan 3-Ivan va undan keyingi 3-Vasiliy Moskvani yuksaltira boshladilar. Novgorod va boshqa knyazliklarni birin-ketin ishg'ol qilishdi. 1480-yildagi Oltin O'rda hujumi qaytarildi va knyazlik hujjatlarida ham butunlay mustaqil bo'ldi. 16-asrga kelib, butun rus knyazliklarini idorasi ostiga olgan Moskva Velikoros, ya'ni Buyuk Rusiya deb atala boshladi. Dnepr va Karpat tog'lari o'rtasida Kiyev atroflarida yashagan slavyanlar, ya'ni ukrainlar vaqt o'tishi bilan ham til, ham madaniyat jihatdan ruslardan farq qila boshladilar. Berezina daryosi g'arbida yashagan slavyanlar lexlarning ta'siri ostida qolgan edilar. Ya'ni Moskva knyazligi butun rus xalqini birlashtirib, bir rus davlati deb atala boshladi. Ivan Grozniy 1547-yilda rus podshosi o'laroq toj kiydi. Maqsadi davlatining chegaralarini yanada kengaytirmoq edi. Ko'zlagan manzillardan biri esa turklarning 100 yillar davomida yashagan tuproqlari edi. Ilk qulagan turk diyori Qozon xonligi bo'ldi. Qozon xonligining qulashi turk xalqlarini katta qismi uchun buyuk tahdid bo'ldi. Volga daryosidan janubga harakatlangan ruslar eng kuchsiz xonlik Astraxanni 1556-yilda ishg'ol qildilar. Bu bilan Moskva knyazligi rus iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lgan Volga daryosini butunlay nazorat qila boshladi. Vaqt o'tishi bilan Kavkazga qadar yetib kelgan va Usmonliga bog'liq bo'lgan Qrim xonligiga chegaradosh bo'lgan ruslar hali ham g'arbdagi turklarga qarshi chiqa oladigan saviyada emasdilar. Shu sababdan ruslar bu davrda Qora dengizga qarab yurmadilar. Faqat ruslar boshqa bir tomondan ishg'ollar boshlamoqchi edi. Chor Rossiyasi 1582-yilda juda oz sonli odam bilan Sibir xonligiga hujum qildi va 1598-yilga kelib xonlik butunlay ishg'ol qilindi. Bu xonlikni qulashi bilan Sharqiy Sibiriyada Chor Rossiyasini to'xtata oladigan markazlashgan davlat qolmagan edi. Oldinda esa bepoyon tuproqlar turardi. Chor Rossiyasi 17-asrda deyarli qarshiliklarga uchramay, ismini turk dostonlarida eshitganimiz juda ko'p tuproqlarni ishg'ol qildilar. Ruslar bu bilan Xitoyga qo'shni bo'ldilar va Yapon dengiziga chiqdilar. 17-asr oxirlarida taxtga chiqqan Pyotr I 1721-yilda imperator deb e'lon qilindi. Telba
yoki buyuk nomlari bilan tanilgan bu lider qilgan fathlari va revolyutsiyalari bilan Rossiyani Yevropaning eng katta kuchlaridan biriga aylantirishi bilan ruslarga yangi bir maqsad berdi. Boltiq dengiziga chiqish, Qora dengizga o'rnashib Issiq dengizlarga chiqish, Bolqonlar va Kavkaz orqali Eron va Usmonlilarga yurish qilish, Sharqda Xitoy tarafga kengayish va slavyanlarni birlashtirish ruslarning katta maqsadlari edi. Yana bir bulardan alohida va katta maqsad esa Turkistonni ishg'ol qilib, Hindistonning shimoliga qadar borish edi. Har bir janglari, voqealari soatlarcha gapiriladigan Turkiston ishg'oli oddiy tarzda tushuntirilganda quyidagicha amalga oshdi. Ruslarning boshqirlar va qalmoqlarning janubida, qozoqlarning shimolida qurilgan 10 dan ziyod chegara qal'alari bor edi. Ural va Irtish daryolari uzra bir garnizon hosil qilgan qal'alar ruslarning Turkiston ishg'olida tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qilar edi. 15-asrda qurilgan Qozoq xonligi katta juz, o'rta juz va kichik juz shaklida tashkillangan edi. Qozoqlar shaharlashmay Ili va Ural daryolari o'rtasidagi dashtlarda ko'chmanchi tarzda yashar edilar. Bu ko'chmanchi hayot tarzlari tufayli qozoq tuproqlarini fath qilish qiyin edi. Bu ko'chmanchi xalqning tuproqlarini ishg'ol qilsangiz ham otlariga chiqib boshqa bir yerlarga borib o'rnashar edilar. Shu sababdan ham ularga hukm qilish uchun ularni o'zingizga tobe qilishingiz kerak edi. Buni yaxshi anglagan ruslar qozoq xonlarining oxiri kelmagan ichki nizolaridan o'z maqsadlarida foydalandilar. Qozoqlar va ruslar o'rtasidagi tijoriy va harbiy hamkorlik qozoqlar ustiga sharqdagi jo'nxorlarning yurishi natijasida kuchayib ketdi. Qiyin vaziyatda qolgan kichik juz xoni Abulxayr 1730-yilda rus podshosiga xat yozdi. Xon bu maktubida Chor Rossiyasiga tobe bo'lishini va ularning himoyasiga kirmoqchi ekanini bildiradi. Xalq bu qarorga qarshi chiqsa ham bir vaqtdan keyin kichik juz Rossiyaga bog'liq bo'lgan bir tuproq sifatida ko'rila boshladi. O'rta juz xonlarga ham tobe bo'lish taklif qilingan bo'lsa ham, ular kurashishni tanladilar. Xonlar Rossiyaga dushmanlik qilishni boshlashi bilan ruslar siyosatini o'zgartirdilar. Nayman, Argin, Qo'ng'iroq, Qipchoq va Girey kabi urug'larni xonga qarshi qayrab, turklarning kuchini bo'ldi. 18-asrga kelib, o'rta juz ham ruslarga tobe bo'ldi. Janubdagi katta juz boshqalardan ko'ra sharqdagi hujumlarga ko'proq uchrayotgan edi. Jo'ng'or xonligi yurishlari va undan keyingi Xitoy bosqinlari va janubda Qo'qon xonligining kengayishi katta juzni ruslarga yanada yaqinlashtirgan edi. 1820-yillarda katta juz ham parchalana boshladi. Katta juz parcha-parcha holida ruslarga tobe bo'ldi. Moskva qozoqlarni o'ziga butunlay tobe qilgan bo'lsa ham bundan qoniqmadi. 1800-yillardan keyin bu tuproqlarda mudofaa qal'alari qurilib, tuproqlarni kuchliroq nazorat qila boshlashdi. Qozoqlar yashaydigan hududlarni tobora kichikaytirib borar edilar. Qozoqlar bu voqealardan keyin oxir-oqibat uyg'onib isyon qildilar. Faqat bu isyonlar qattiq qatliamlar bilan bostirildi. Chor Rossiyasi rus xalqlarini ishg'ol qilingan qozoq tuproqlariga ko'chirib keldi va bu yerlar slavyanlashtirildi. Navbatda esa Turkistonda shaharlashgan holda yashagan o'zbeklar bor edi. Umumiy aholisining soni 5 million bo'lgan Qo'qon, Xiva va Buxoro xonliklari o'rtasidagi ichki urushlar ularni qulay bir ov holiga keltirgan edi. Bu holatni yaxshi bilgan ruslar bu hududni o'rganib, katta rejalar tuza boshladi. 1845-yilda Orol dengizining qirg'oqlarida ilk qal'alarini insho qildilar. 1853-yilda Oq masjid hududini ishg'ol qildilar. Ruslarning maqsadlari aholisi oz bo'lgan Orol va Kaspiy orasini egallab, Sirdaryodan boshlab qirg'izlarning shimoligacha bo'lgan hududlarda bir qal'a garnizoni hosil qilish edi. Bundan keyin esa harakatga kirishar edilar. Ammo sharqda Usmonli, ingliz va fransuzlar bilan bo'lgan Qrim urushi ruslarni yaxshigina holdan toydirgan edi. Bu mag'lubiyatdan keyin ruslar Turkistonga ham siyosiy, ham paxta yetishtirishga bog'langan iqtisodiy maqsadlar bilan qattiq e'tibor qarata boshladi. 1860-yilda ruslar harakatga kirishdilar va Julek, Yangiqo'rg'on, Turkiston, To'qmoq, Bishkek, Merke va Avliyo ota shaharlarini ishg'ol qildilar. 1864-yilda Chimkentni egalladilar va bir yil keyin 1865-yilda Toshkent ham katta qatliamlardan keyin quladi. Toshkent qulashi bilan Qo'qon Farg'ona vodiysida qamalib qoldi. Bu orada Buxoro amirligi ham urushga qo'shildi. 1866-yilda Romanovskiy qo'shinlari Norin va Qo'qonni ishg'ol qildilar. Oradan 2 yil o'tib, 1868-yilda Ulug' Amir Temurning yodgori Samarqandni ishg'ol qildilar.
Samarqand qulagandan keyin ikki xonlik stolga o'tirdilar va Chor Rossiyasiga tobe bo'lishni qabul qildilar. Chor Rossiyasi bu ishg'ollarning hammasini bir hovuch odam bilan qilayotgan edi. Urushga jalb qilinayotgan quvvatlar soni bir necha yuz yoki oshib tushsa mingdan o'tar edi. Chor Rossiyasining askarlarini qo'lidagi tufang va to'plar turklarning qilich va qalqonlaridan ustun kelar edi. Cho'lning o'rtasida o'zbek va turkmanlarning barakatli Xiva xonligining ham navbati kelgan edi. Ruslar avval Kaspiy dengizining sharqida nazoratni kuchaytirdilar. 1873-yilda Orol dengizining janubida katta yurish uchun hozirliklar ko'rila boshladi. 4000 tas qozoqlardan iborat bo'lgan 15000 askar, 44 ta to'p, 5000 ot va 15000 tuyadan iborat bo'lgan qo'shin bu tuproqlarda to'plandi. Bu shu paytgacha Turkiston ishg'oli paytidagi eng katta quvvat edi. General Kaufman qo'mondonligi ostidagi qo'shin 4 tomondan harakatlanib, omonsiz cho'llar orqali vohaga yetib keldilar. Xon bu paytga kelib kelishuv ustadi va Chor Rossiyasining vassaliga aylandi. Biroz vaqtdan keyin sharqda Qo'qon xonlari mustaqillik uchun isyon boshladilar. Oq general laqabini olgan Skobelev bu isyonni bostirish bilan vazifalantirildi. Natijada 1876-yilda Qo'qon xonligi tugatilib, o'rniga Farg'ona viloyati qurildi. Cho'llarning hukmdorlari O'g'uzlarning, ya'ni turkmanlarni dushmandan uzoqda saqlagan bittagina narsa Qoraqum cho'li edi. Turkmanlarning bu davrda markaziy bir davlati yo'q edi. Xalq tarqoq holda vodiylarda yoki cho'llarda yashar edi. Turkman xalqlari ot yetishtirish borasida ham ancha tajribali edilar. Shu sababdan ham ruslar ularni ishg'ol qilishdan qochayotgan edilar. 93 urushidan keyin Chor Rossiyasi turkmanlarni bo'ysundirishni qattiq maqsad qilgan edi. 1877-yilda Qizil Avratgacha bo'lgan hududlarda harakat nuqtasini qo'lga olgan edilar. 1879-yilda ruslar ilk yurishlarini boshladilar. Ammo natijaga erisha olmadilar. 1880-yilga kelib Skobelev qo'mondonligidagi qo'shin Bamini ishg'ol qilib, Go'ktepagacha bordi. Skobelev turklardan qattiq nafratlangan bir shaxsiyat edi. Shu sababdan ham u bu yurish uchun davlatdan millionlarcha rubl mablag' sarflab Go'ktepani qamal qila boshladi. Bu qamal Turkiston ishg'olidagi qamallarning eng kattasi edi. Bu qamal natijasida ruslar eng ko'pi 200 ta qurbon bergandi. Shahar ichidagi 30 ming aholidan 25 ming tasi qatl qilingan edi. Shahardan qochganlar iziga tushgan general 8 ming kishini ham ta'qib qilib o'ldirgan edi. Oq general Ashxobodni ishg'ol qilib Axaltaka vodiysini butunlay qo'lga oldi. 1884-yilga kelib Tenjen va Marv kabi vohalar mustaqilliklarini yo'qotgan edilar. 1885-yilda ruslar inglizlar bilan Afg'onistonning shimoliy chegaralarini belgilashda qo'li baland bo'lishi uchun Toshko'prikni ham ishg'ol qildilar. 1890-yillarning boshida Eronning xalq bo'lgan tojiklar va qirg'izlar yashagan Pomir tog'lari ham ishg'ol qilindi. Chor Rossiyasi Turkistondagi ishg'ollarni shunday tamomlab, O'rta Osiyodagi hokimiyatini uzoq yillar davomida surdirdi.